Tako hamma bilan bir xil yurmayman. Tako prinsipialniy okalar bo'ladi-yu, faqat qora yoki oq mashinalarda emas, tako boshqacha ranglarda yuraman degan okalarga 2025-yilda ishlab chiqarilgan bor yo'g'i shundoq salondan gayiga chiqib, bizni salonga kelgan 40 kilometr yurgan Midnight Cobalt'imiz. Bu mashina 2025da ishlab chiqarilgan, stok holatda, sellisti saqlanishi shundoq uyda turgan. Bu mashinani siz bor yo'q 2,5 ming dollar bersangiz, hamma xarajati ichida chiqadi. 50%, 70%, u yog'i rasroshka degan gap yo'q. Bizda 2,5 ming dollar sizning nomingizga оформление notarius gai sug'urtalari bilan qilib beramiz. Oylik to'loviga keladigan bo'lsak, 3 yildan 5 yilgacha o'zingiz xohlagan to'lovga qubringiz yetadigan yilni tanlab olsangiz bo'ladi. Majburiyati ham yo'q. Bemalol Angren shahar sud binosini shundoq yoniga kelsangiz, bir dona pasport bilan ishingiz bitadi. Boshqa hech qanaqa ish joylari ham so'ramaymiz. Eng qizig'i, okalar ko'pchilik bilmayapti, naqdga ham mashina sotadi Bibi Motors. Faqat kreditga emas. Xohlang naqdga, xohlang kreditga, xohlang o'zingizni eski mashinangizni berib, yangisini joyida minib ketsangiz bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin.